Hammaga assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on chorva bozoriga kelganmiz. Bu yerda sotilib turgan katta boqma muqolarni, ahvollarni bundan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa layklar bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsalar, biz borayotgan sizlarga birinchilardan hozir bir boshdan ko'rsatishni boshlaymiz. Dehqon akalarimizdan mana yaxshi semirgan qarg'ib chiqibdi mashina. Hozir savdolari 35 million savdo qilishyapti. Katta ekan. Uylari 5-30 atrofida kilolari endi. Kilo atrofida ekan go'shtni yetishyapti. Tam bilmadim endi. So'l boqishib qolgan. Bugun hafta kuniga yakshanba 29-iyun 2025-yil. Hozir satishni boshlaymiz. Bunami? Rozilar hozir ma'lumotni olishga harakat qilamiz. Qaysi savdosi bo'lyapti? Assalomu alaykum. Qaysi savdosi bo'lyapti? Qizil pul bo'lyapti. 35 mol beylayman ha. Misol zo'r yesa onasi yeri. Tekda harom deb qo'ydi. Qanaqa yeriga? Uni hamma yoqmaydi. Kulgisi yo'qon beradi. Supalar ham so'kitgan ekan. Maksimus bo'ladi. Samoatni tashab, sudimda kuylarcha zo'r boqishibdi. Ochiqda sigara chekib qaytib 5,5 million savdo qilishyapti mashina. Son veriş bo'lyapti desam yo'q desam yo'q. Demak, ko'ryapsan Assalomu alaykum. Buni ham bo'sh beraman. Suv semirib qo'yibdi. Holatlari. Aka qaysini savdosi bo'lyapti? Mana ikkovmi? Mana bilan chekka. Ha, mana bilan chekka. Necha pul bo'lyapti? 78 million. Mana shu ikkovini 58 million taroziga so'rashyapti mana. Yaxshi semirgan ekan. Tepalarida. Modellarni ko'rsataman mana. Aka necha kundan so'rayapsiz aka? Necha kundan so'rayapsiz? Bu akalar. Qanchadan so'rayapsiz? Bunaga 62 dan so'rayapmiz, 58 so'rayapti. 59 qildi o'zi. Qolganlari-chi? Ha, 59 dan qilyapti o'zi. Ha, 29 dan qilyapti. Bularni-chi, o chekkadagilarni-chi aka?
Ular bizdan emas. Ha, ular sizlardan emas. Kilolari buni endi 550 atrofida. 500 kilolisi ham bor. Semirib ketdi ozda bo'lsa ham shu vaqtda Egalarni hozir. Assalomu alaykum. Hormay aka, buni nech pul so'rayapsiz aka? So'rayapti. So'rayapti. 28 savdosi bo'pti. Holatlari. Qalardan ko'rinishlari. Aka qancha bo'lgan boqqaningizga? Qancha bo'ldi boqqaningizga? Qancha yemda turdi? buni olganman. Men mol ko'rsatib bilan. Aka, ishqozlarga telefon raqam beraylikmi? Siz yozib bering. Ha. 93. Ha. 122 90 90. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Uylari 125 atrofida. Kilolari bilasizmi aka qanchalik? 400 atrofida. 500 kilomi? 500 kilo keladi deyishyapti. Atrofida. 500 ga borib bormasa ham 150 dan oshib kelsa deydi. Telefon qilaverasizlar mana. Ablajon nima Ma'qul kelsa mana holatlari yaxshi ekan. Mana Grenford emas. Xo'sh. Assalomu alaykum. Aka, buni qancha so'rayapsiz? Xo'sh. Zo'r semirgan ekan. Grenford. Aka, savdo qilishdimi? Nech pul qilishdi? Eng. Demas 40 million so'rashyapti ekan, 28 million, 30 million savdosi bo'ldi mana mashina. Kilolari buni ham shu 180 atrofida deb bo'lsa keladi. Holatlari. Tishi o'rgan ekan mana 2 tish ekan. Holatlari. Menga umr olmagan. Aka, yeb ichishlar zo'rmi? Yeb ichishi option berdilar. Aka, qiziqqanlarga telefon raqam qo'yalikmi? Qassob akalarimiz ham telefon qilishadi olsa. Bozorda sotmasangiz aka, uyda turib ham sotib yuborasiz. Bundan 4 dona bor. Kichkinasini olib chiqdim. Kattasini aka qassobga to'g'rilab yuboraman-da. O'charim yetmasa. Uni taroziga qanchadan berasiz? Taroziga. Ha, tikkali, ha? Ikkala oyog'iga sotib olamiz. Telefon 30 dan o'tib bermaysiz, ha? Yo'q aka. 30 da o'ziga berasizmi? Tavakkal. Bitishga. Endi shuni deb turishni kerak yo'q-da. Aka, telefon raqamlarini aytib yuboring. 90 304 37 95. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Akamizda yana uylarda yana bor ekan. Bundan kattalari ham bor ekan. Qirg'iziston paroda buqalar. Assalomu alaykum. Aka, savdosi bo'ldimi bularni? Hozircha bo'lgan yo'q, hozir keldik. Nech pul so'rayapsiz aka? 27 dan kam bo'lyapti. 27 milliondan kami bor ekan mana. Holatlari. Buni bo'ylari 120 atrofida, kilolari
300 aka 350 chiqadimi? Trivesi 450 dan chiqadi. Ular 400 dan baland. 400 dan baland. Yangi 250 chiqadi. 400 atrofida ekan kilolari. Shuni ko'ryapman. Aka buni yetishlar zo'rmi? Ay, safchin chaynab turibdi. Yeyishi o'ta zo'r mollar. Jo'ya zo'r. Zo'r va kurag chiqmagan. Kuragi yo'q hali. Ishqibozlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Mana shuna parodasidan olaman deganlarga. Aytsan birlikda 151 1044. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Sotilib ketib qolsa yana bo'ladimi? Xohlasa bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. Mana shu savdosi bo'lyapti. Qanchaga chiqdi savdo? Bering aka, yaxshi. 200 ga begamaydi. 200 ming kam 27 million. Chiqmazana savdo qilib oling. Yo'q. Bermasa olaman. İşte o'zi berishadi. Ya, hozir nima o'zi qoldi endi? Odamlar mana Yaxshi narx bo'ladi ya. ko'pchilik qiziqib mana kelyapti. Ular bo'lyapti. 100 ming ag'i bor. Ana aka bunaqa ketib Yana bitta yaxshi semirgan giram bo'lib chiqdi. Buni ham hozir akamizdan egalaridan hozir ma'lumotni olamiz. Bo'ylari buni 125 atrofida. Oqlisidan ekan mana. Assalomu alaykum aka. Savdo qilishdimi buni? Savdo qilishdi. Necha pulga chiqdi? Jupini 52 million. Buni 52 millionga so'rashyapti. Mana ikkinchisi. Aka kilolarni bilasizmi? Qancha kilosi? 460 kilodan chiqdi. 460 kilodan ekan mana har biri. Mana. Mana holatlari. Mana. Shoxlisi ham mana shu darajada bo'lar ekan. Yuz 60 kilodan ekan har biri. Mana aka qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Qassob akalarimiz telefon qilishadi olasa, sotilmay qolsa. Ha, ayting. 150 Ha. 64 million. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasiz. Yasa yana dalshi boqadigan ekan. 52 million. Telefon qilib ma'qul kelsa olaverasizlar. Aka hazır qo'shdimmi? Bu pullar qo'shga kirmaydi. Sizlarga ketganida Assalomu alaykum. sizga chiqarib beraman. Aka savdosi bo'lyaptimi? Ha, Qanchaga chiqdi? 24,5 ga chiqdi. Qanaqa mol bu? Go'shtmi? Go'shtda Necha pul aytyapsiz o'zi? 27. 27 million bor ekan. Kilolarni bilasizmi aka? Ha? Kilolarni? Bilmasang? Ha, bilmaysiz ha? 520 atrofida bo'lsa kerak. Shuni ko'ryapman. Aka ishbozlarga telefon raqam berasizmi? 90 aka. Ha. 366 67 88. Yana bularmi aka? Ha, bor. Boshqachalardan ham bormi? Telefon qilaverasizlar, ma'qul kelgan bo'lsa mana holatlari mana bo'ydor. Bu 40-45 atrofida. Ko'ringlarchi, ma'qul kelgan bo'lsa mana aqalardan ham bir olib qo'yaman mana.
Assalomu alaykum. Aka buni savdosi bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Qanchaga chiqdi? 21. 21. Qancha aytyapsiz o'zi? Nima 25 deyapti. 25. Nimami? Kurak chiqarganmi? Ha, to'rinsini. To'g'risi. Go'shtdan shekilli ha bu? Mana holatlari. Bo'ylari 145 50 atrofida. Mana holatlari. Ishlari qalay aka buni? Ishlari zo'r. Zo'r ha. Holatlari yaxshi. Kilosini bilasizmi aka? Yo'q, bu tortilgan yo'q. Ham kilolari 500 ga yaqin chiqib qolsa kerak. Ha, 500 chiqadi. Xuddi yuvosh ekan. Aka ishqibozlarga telefon raqam qo'yaylikmi yo sotilib ketami? 95 lik. Ayting. 570 60 69. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana ma'qul kelsa akamiz bilan bog'lanib olishlar mumkin. Bu sotilib ketib qolsa yana bo'ladimi? Bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. Suv semirgan mana yerga yaqin buqalarchi. Greyfurt, Mickey Mouse. Mana o'zi ham juda zo'r ekan. Mana sariq odam. Simentalar bor. Holatlari mana zo'r. 650 atrofida bo'lsa kerak. Yosharoq. Assalomu alaykum. Aka semental nech pul bo'lyapti savdosi? Nech pulga? 1 million kam 80 mingga bo'ldi. 1 million kam. 80 million ikkitasimi? Narigisi 1 million kam 80 ming. 79 millionga mana sotilibdi. Mana holatlari. Mana ikkinchisi. 79 millionga sotilibdi mashina. Boqsh. Hozir olyapti aka qo'li. Mana keyingisi. Aka nechtaman bo'ldi? Assalomu alaykum aka. Mana zo'r boqib qo'yishdi. Assalomu alaykum. Aka bular nech pul so'rayapsiz? Ularni qo'yiq ustiga 86 million baho aytyapman. To'rovini, ha? Mana bo'ylari 110, 115, 17 atrofida. Mana Ular g'ovdan keldi. boqma buqalar ekan. Mana g'ovda turgan ekan bu buqalar. Bo'ylarchi. Savdo qilishdimi aka? Savdo qildi. Nechta qilishdi? Mana shu ikkovini 43 million qildi. Ha. O'rtada ikkalasini. Bunisini 19 million. Bunisini 19 million qildi. Bu sarig'ini-chi aka? 21 million. 19 million qilishibdi bunisini. Bunisini 21 million. Mana holatlari. Aka ozgina qoldimi bu? Ya alancha bormi ustiga qo'sh. Ozgina bormi? Ozgina bor. Ozgina bor, ha. Ishqibozlarga telefon raqam qo'yaylikmi yo sotilib ketami aka? Yo'ramiz. Ayting. 90lik Ha. 059 20 93.
Mana shu raqamlarga akamizga telefon qilib qo'yasizlar. Qirg'iz buqalar ham bor ekan. Oq tumshuq, oq quloq deganlaridan ham bor ekan. Ular ham oq kalla ekan. Yuvosh, juda yaxshi turibdi. Telefon qilib ko'raverasizlar. Bunisi kerak bo'lsa, bunisi bo'lmasam boshqasidan. Aslan baroda desalar, shunaqalardan ham bor ekan. Telefon qilib, aql kelganini tanlab olishlar mumkin. Keyingi buqani hozir ko'rsatishdi. Assalomu alaykum. Aka, buni savdosi qanchaga chiqyapti? 21. Qancha aytyapsiz? 24 million aytishyapti. 21 million savdo bo'ldi. Bo'ylari 20 atrofida. Bu qanchaga sotildi aka? 23. Mana shu 23 millionga sotilibdi mana. Kilolari aka. Mana bunisini oldi aka. Qanchaga oldilar? 22 million 700 ming. Mana boshqacha. 22 million 700 mingga hozir noto'g'ri aytishibdi. Holatlari 20 atrofida bo'ylari. Necha kilo ko'rdilar aka kilosini? Biz so'yamiz, bilamiz. Kommentariyga yozib qo'yamiz. Buni go'shiga endi 230-40 ta keladimi? Yo'q, kamroq kelsa keladi. Kamroq 100 ga o'tkazyapmiz. ha 200 ta deb qolsa kerak. 210 kilo deb qoladi. 208 210 kilo atrofida ko'rishyapti ekan. Sotib olgan akamiz. Aka barakasini bersin. Mashmoldan hozir egalardi hozir. Savdolarini bo'lgan so'raymiz. Aka buni savdo qilishdimi? Savdo jazman bo'lgan yo'q aka. Qancha so'rayapsiz? 23 yarim, 23. Nima so'rayapti bozor? Ha, bozor 23 yarim. 23 yarim. Bozor savdo qilyapti ekan. Hozir jazman xaridor yo'q ekan. 24 dan o'tsa berib yuboraman deyishyapti. Aka kilolarni bilasizmi buni? Yo'q, kelasizmi? Tishi yorganmi yo buzovmi? Buzov ekan. Qancha 250 dan oshiq bo'lsa kerak aka? Ha? Aka, qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylikmi, sotilib ketadi. Sanasi qo'pqo'ygan 94lik. Kerak. 493 72 74. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana akamizda mana hozircha bitta ekan. Uyda yana bormi yo'q? Mana ikkovini Pesano Qirg'iziston baroda oldim. sherigida o'sha. Ha, shu. Telefon qilaverasizlar mana. Aql kelsa telefon qilib gaplashib, talashib olsa qolaverasizlar. Kelishtirib berishadi. olti million savdosi bo'libdi mana shu buqani. Aka qancha so'rayapsiz o'zi? 28 beraman. 28 million narx aytishyapti. 26 million savdosi bo'libdi. Uylari ham yaxshi turgan ekan. Holatlari. Aka tortganmisiz? Yo'q. Besh yuz yigirma 530 atrofida. Trevesiga chiqaveradi. Nechta so'rayapsiz? 33 million qilyapti. Ha, 33 million narx bo'ldi, savdo qilishdi. Holatlar. 3 million so'rashibdi, mana shu
Uylari 1.35 atrofida. Qancha aytyapsiz o'zi? 35 million. 35 million aytishyapti. Uylari ham yaxshi. O'rtacha. Dalshi boqaman deganlarga bo'laveradi ham. So'zi ham bo'laveradi, boqsa ham bo'laveradi. Agar sotilib ketadi, telefon raqam qo'yaylikmi? Joblar. Qo'yaylik telefon raqamini. Ayting. 91 146 05 55. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Taroziga ham berasizlarmi? Taroziga 60 ming so'rayapti. So'rayapti. Nisbatan bo'lsa berasiz. 62 mingdan bo'lsa beramiz deyishyapti. Telefon qilinglar, ma'qul kelsa gaplashib. Akamni berishamiz. Xolos, Assalomu alaykum. Aka, buni qancha so'rayapsiz bularni? 33 ga 31 so'rayapmiz. Savdolari-chi? Savdolari. Savdolari 56 million ekan. 56 milliongacha kam bo'lyapti ekan. 56 millionga ozgina kam surat qo'shibdi. Mana holatlari. Bunisi Jaydari, bunisi Qirg'iziston parodaga tortyapti. Holatlari yaxshi. Savdolari bo'lyapti hozir. Aka, sizniki qancha ekan bu? Aka. Voy aka. 26 million narx aytilyapti. Mana. 20 atrofida. Semiribdi, yerga yaqin. Mushtor. Bo'lgan ekan. Tortganmiz aka? Sotildimi hozir? Shunda bular kitob yozib ketib qolyapti-da. Qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Halol foyda qildi. Hozir keldim. Aka, aka buni qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Bu molga. Sigalarni olib sanashayotgan hozir. Aka buni qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Yaxshi semirgan ekan qassob akalarimiz telefon qilishadi hozir. 91 698 85 66. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Sotilib ketib qolsa yana bormi aka? Bor. Yana bo'lar ekan, telefon qilaverasizlar mana. Aka qanchaga chiqdi savdosi? 25 million so'rayapti. 25 million so'rashyapti. Qancha aytyapsiz? 8 million aytishyapti. Mana arqadan ko'rinishlari. 450 kilo aka. Ha? 450 kilo atrofida. Aka, qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylikmi aka? Sotilib ketadi.
bilan ko'rsatib davom etamiz. Muhomalaridan. Uylar 25. Aka savdo qilishdimi buni? Savdo qilishdimi? Nech pul aytyapsiz? Ehtimoliy bilaychak. Ha. Ushlab turishgan egalari. Assalomu alaykum. Nech pul aytyapsiz? 27 million. 24 bo'lishyapti. 27 million. Ha, aytishyapti. 24 million savdosi bo'libdi. Bu ham shu 450 atrofida kilolar. Aka sizniki nech pul ekan? 24 baho aytyapmiz aka. Savdo qildimi? 222 million so'rashibdi. Orqalaridan ko'rsatib beraman. 200 ming kam 22 million so'rashyapti. Kilolari 270 atrofida. Aka qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Birlik. Ha, 696 66 87. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Bu sotilib ketib qolsa yana bo'ladimi? Bor, sheriklari. Ha, sheriklari bor ekan. Telefon qilaverasizlar, ma'qul kelsa. Assalomu alaykum. Qaysini savdosi bo'lyapti ekan? Qancha qilishingiz? 25. Mana shu savdosi bo'lyapti. Yaxshi yemirgan ekan. Kilolari 500. Bo'lsa kerak. Yedishga surat turishdi. Assalomu alaykum. Buni savdosi qanchaga chiqdi? Savdo aytganman. 22 millionga chiqdi buni. Yonida turgani. Men kilolari 470 kilolari. Uylari 120 atrofida. Boshqa ardor yo'q. Qanchaga chiqdi aka? Ot ber. 21 million savdo qilishdi. Bekar beryapsiz. Ha, nega qarang, bola gap eshitdim. O'tda o'sha Ozodbek akamga berdim. Ben bunu ne yapsam? Oldu 600 oldu. Sağımızda. Kilonu gitti. Aka sizlarmi? Antonie. Nechta so'rayapsiz? Bekar yok koymaysan ben maslab 26 million so'rashyapti mana shu sariq olani. 1,5 oladi. Mana. Qancha ko'ryapsiz aka? Nech pul endi bu? Uylari 150 atrofida. Oshiqroq ham olishi mumkin. Aka qaysilar? Shuni o'zi. 26,5 millionga beriladi deyishyapti. Senga nima? Dehqonchilik. Nech pul aytyapsiz o'zi? Qancha aytyapsiz? 30 kami bor. Realni savdosi 26 hamga chiqdi. Qancha ko'ryapsiz buni? Nimasini? Kilosini. 250 kilo egalari go'shtiga 250 kilo chiqadi deyishyapti.
Nechi kilo deyapti? 250 kilo deyishyapti egalari. Ha. Kilolar. Aka ishqibozlarga telefon raqam qo'yalaymi yo sotilib ketami? Sotamiz traktorni. Sotaveramiz. Qo'yalaymi telefon raqam? Kimlar ekan bu? Alhamdulillah ko'rsatamiz. Gelin. Ana mana ikkala. Bu shekil. Qanchaga chiqdi savdosi? 48. Mana shu ikkosini 48. Aqalarni. İbrahimciğim. Realni savdolari bo'lyapti. 48 million. Kilolari 450 atrofida. 470 ham kelib qolishi mumkin. Uylari 120 atrofida. İbrahimciğim. Savdosi bo'lyapti. Bereket olsun, bereket olsun. Mana. Ahire. O'rmay aka, qanchaga chiqdi buni savdosi? 3 million so'rash savdo bo'libdi qarshi. O akasat foto. Odam ko'payadi. Aka nechi kilo atrofida bu? 7-9 dan. 6 kilo ortiqdan qo'ydi. Voy Elbek. Joyda turgan shekilli. Bak aka. Savdo qanchaga chiqdi buni? 9 milliondan oshiqroq savdo qilishyapti hozir. Boqma bu. Savdolar bo'lyapti. Oluvchini o'ylab tegaraman. Ammo yeb ichishni 100 ming kam bo'ldi bor baraka. Bor. Abror, ishtonim chizama tushib oldi 100 ming. Bor. 100 ming o'taver bo'ldi. Bor Abrorjon. Vallo sotaman aka. Ana baraka bo'ldi. Qanchaga bo'ldi aka? 19 million 400. 19 million 400 ga sotildi. 19 million 400. Tamam bor aka. Yo'q, oshamabdi. Yosh bo'lganlarga to'radi. Modan sotar ekan. Ha, aka sizniki qancha ekan bu? 17 million. Olibdi arqon. Qilishdi. 12 million 400 qilishdi mashina. Nega ushlab tura olaman? Holatlari. Avvalda ko'rsatdim mana. Endi ichkariroq. Aka qancha so'rayapsiz o'zi? 18,5 million kami bor. Buzov ekan hali. Aka, ishqibozlarga telefon raqam qo'yalaymi yo sotilib ketamiz? Sotilib ketadi. Bozoringiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Buni savdosi bo'ldimi? 22 ga yo'q. 22 millionga yo'q ekan, berishmabdi. Qancha bo'lsa ketadi? Sizga ozgina yursa beraman deyishyapti. Birazdan boqadigan ekan, yemni to'xtatmay beradigan variantidan. Mana. Uylari 120 oshiqroq keladi. Telefon raqam qo'yalaymi? Qiziqqanlariga. 91lik. Ha. 682 Ha. 15 41. Mana shu raqamlarga telefon qila olasizlar.
Assalomu alaykum. Aka buni nech pul aytyapsiz? 27 yaş. 20 aytishyapti mana. Holatlar. Qanchaga chiqdi savdosi aka? 17 million so'rashibdi. Aka ishqibozlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Sotilib ketadi. Aka sizniki nech pul bo'ldi savdosi? 20. 20 so'm aytyapsiz. 20 ga bermayapsiz. O'zi qancha aytyapsiz? 22 baho aytdi. 22 million baho aytishyapti. Buzovmi bu hali yetishyorganmi? Buzov ekan. Mana. Ishlar yaxshimi aka? Yaxshi aka. Uyda turibman. Ustiga ozgina qo'shilsa berasiz, ha? Telefon raqam qo'yaylikmi? Yo'q. Qo'yaver. Ayting. Ha. 559 25 75. Mana shu raqamlarga telefon qilinglar. Mana. Ishlarini mana ko'rsatib turib, mana bekitib oldi. Telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Buni savdosi qanchaga chiqdi? 19 jazman. 19 million jazman savdosi bo'lyapti ekan mana. Kilolari 300 330 ta atrofida. Ular 15-17 ta atrofida keladi. Bittani ham ko'ring, salkinda tayyor bo'ladi. Ozgina qoldimi ustiga? Ozgina qoldi. Ha. Ustiga ozgina qo'shsa deyishyapti. Aka savdo qilishdimi? Qanchaga? 19 qilishdi. 19 million. Qancha aytyapsiz? 22 ming aytyapti. Buni bo'ylari 1.25 22 atrofida. Kilolari 330 ta, 350 ta kelib qolsa kerak. Agar qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Sotamiz ekan. Ha, sotamiz. Bozoringiz bersin. Ertalar ko'tarib qo'ygan ekan. Bunga molni ko'rsatamiz endi. Nech pul qilishdi buni? 20 million. 20 million qilishdi. Kilolari 330 olib ketayga dehqonchi. Keladi. Mana to'lacha. Chekinimiz to'ladi. Bu boqma buqaga ishqibozlarga telefon qo'yaylikmi? Ayting. 97 209 Mana shu raqamlarga telefon qilib ko'raverasizlar. Mana sotilmay qolsa mana sotib olishlaring mumkin. Assalomu alaykum. Aka savdosi bo'ldimi buni? Savdo qilgan. Nech pul aytyapsiz? 20 deyapsiz, kam bor. 20 deyapti. Kam bor deyishyapti. Holatlar. Savdosi bo'lmadi. Aka sotildimi? Qancha bo'ldi bu? 17 millionga sotildi. Bo'ylari bu 15, 20.
atrofidagi mollar ekan. Aka sizdanmi? Necha puldan necha pulgacha bular? 20 dan kam bor. O'g'lagacha. O'g'lagacha. Nechtasi? 7tasi 20 dan kam bor. Savdo qilishdimi? 18,5 dan. Nechtasini? O'g'lagacha. Hammasini, ha? Ozgina qoldimi ustiga? Qancha bo'lsa beramiz aka. Ular ham sizlardan? Ular 24 dan kam. Uchtasi mana 24 milliondan kam bor ekan. Ko'ring, 21, 23, 25 kam bor. Mana holatlar. Assalomu alaykum. Aka sizlarni yurmisiz? Savdolar qanchaga chiqdi bular? Aka 23, 22, 21, 20, 19, 18 shu. 16,5 qilyapti. O ikkinchidan, qirg'izcha. 16,5. 16,5 qilyapti. Mana shu ikkinchidan 16,5 pullar turishdi. Ha, kichkina. Bular 10 pullar. Ishqibozlarga telefon ham qo'yalikmi? 91lik Ayting. 683 45 00. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor, bejon. Telefon qilaverasizlar, mana vodiy bo'ylab dastlabkilar bor ekan, mana kelishtirib berishadi. Telefon qilaverasizlar. Kiyimlarni ko'rsatishni boshladi mana. Egalardan ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum. Muhriddin. Muhriddin. Qachondan chiqsiz? 5 minutaga yaqinlashdi. Siz bilan aytyapsiz ularni. Bularimiz 20 dan kam bor uchovi. Uchtasi 20 dan kam bor. Savdolar qanchaga chiqdi? Bular 19 danga boryapti. Kapashda bor millionga boryapti har biri. Uchtasi. Bular ikkovini 36 qilyapti aka 18 dan. Ha? 36 qilyapti. Bunisi 21 kami bor. Buni qancha qilishdi? Buni 19.7. 9 million 700 qilishyapti. Bo'ylari 1.15. Ha, bunisi 20 atrofida. Hammasi. 1.15 atrofida. 1.15 20 atrofida 15 mollar. kilos bular. Bular kilolari 300 oshiq, ha? Yo'q, bular 300 dan Qancha pastroqmi? Mana shular chiqib qolishi mumkin, buni to'ralansin, buni Ha. chiqmaydi lekin. Ha, 270, 50-60 50 atrofida. Qiziqqanlarga telefon ham qo'yaylik. 90lik. 057 03 04. Yeritishlar yaxshimi? Behijolat, bir hafta garantiyasi. Dastlabkilari bor, ha? Dastlabki xizmatlarimiz bor. Telefon qilaverasizlar mana. 6 oylarga Toshkentga olib beramiz. Bitta olishsak hammasini qanchaga ketaveradi? Bittasi 19 dan ketaveradi. Yo'q, hammasini bitta olaman deysiz. Qo'yuvg'isi 19 dan ketaveradi. 19 dan ketaveradi mana. Telefon qilaverasizlar mana. Dastlabkilarni ham chiroyli qilib berishadi. 19 dan olib. Assalomu alaykum. Ularda kilolari 320 ta. Atrofida. Aka qaysisin savdosi bo'lyapti? Endi yegizsamiz, yeb tursa bo'ladi ekan. Agar mana yeb turmasa, Qanchaga so'rasa chiqsa bo'lmaydi. 18,5. 18 million so'rab turishdi. Boshqalarni yuksalishi davom etamiz. Uylari atrofida. Yo'lari 420, 450 atrofida qoladi. Assalomu alaykum. Bular juda amak. Hech puldan ekan bular amak. Bular monasini 21 ni, shu yertini 22,5 so'rashyapti. Shu yertini 22 million so'rashyapti. Shuni 21 million so'rashyapti. Qancha bo'ldi aka bu?
savdo qilishyapti. Shunisi savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum. Aka sizdanmi bular? Ha, siz so'rayapsiz. 19 million 200 ga so'rab turibsiz shuni. Aka shuni beraman yo'lida. Ular nech puldan aka? Ashlarni osib, egalarni osib. Assalomu alaykum. Aka sizlardanmi bular? Uylari 15 atrofida bo'ladi. Narxlar 15 dan keladi. Ular 20 atrofida. Akasidanmi? Nech puldan nech pulgacha? 18,5 million, 19 million savdosi bo'lyapti. Uylari 15-20 atrofida. Qolganlari-chi akasidanmi? 17 million sariq. Sariq 17 million. Unisini-chi? Sheriga. İşler yaxshimi aka? Javob. Bir yashar bo'lgan bu. 1 yoshar bo'lgan. Enasi yurgan. Aka, qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylik. 91lik. 152 29 44. Telefon qilaverasizlar. Joyda. Ustiga ozgina qo'shimcha beraman deyishyapti. Telefon qilib ko'ringlar, ma'qul kelsa olishlari mumkin mana. Gilan ko'rsatishni boshladi. Assalomu alaykum. Aka, hormang. Yaxshimisiz? Nechta aka sizda? 7 ta. 7 ta. 3, 6, 7 ta. Nech puldan so'rayapsiz aka bularni? 18 dan. 18 milliondan har biriga narx aytishyapti. Savdolari-chi? Qanchadan chiqdi? Shu 17,5 17 atrofida savdo bo'libdi mana shular. Bo'ylari 15 kilolardi aka. Ha, bro. Kilolari 250 atrofida. Aka, ishqibozlariga telefon raqam qo'yaylikmi? 88 590. Ha. 86. Ishlari yaxshimi aka? Yebish solgi zo'r. Dastlabkilarni berasiz aka? Vodiy bo'lar. Telefon qilaverasizlar mana. Akamizda 7 ta ekan mana. Bular akamlar. Aka sizdanmi? Egalari. Nech pul bo'lyapti aka buni savdosi? 17 million savdosi bo'lyapti. Uylari 15. 250 atrofida kilolari. Holatlari. Assalomu alaykum. Aka sizlardanmi? Nechta? Nech puldan aytyapsiz? 19 milliondan. Savdolar qanchadan bo'ldi? 18 milliondan. Bo'ylab 1.15 kilolari 250, 230 atrofida chiqaveradi. Mana shu ikkitasi sizdan, ha? Ikkitasi. Ozgina qoldimi? Ustiga ozgina yursa ketaveradi. Telefon raqam qo'yaylikmi? 90 506 80. Ishlar yaxshimi? Dahshat molay. Telefon qilib ko'ringlar, ma'qul kelsa mana kelishtirib berishadi. Mashlarni ham hozir ma'lumotlarni olamiz. Sotilmaydi endi bu. Uylari 1.5, 1.10
Sotilaveradi, bersangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Nech puldan so'rayapsiz bularni? 17 dan kam bor. 17 milliondan 18 milliondan kami bor ekan. Savdo qilishdimi? 15,5 ga 33 kun. 15,5, bunisini 15,5, bunisini 33 million qilishibdi. Ular 1.15 keladi. Mana mollar. Ishqibozlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Ishlar yaxshimi buni? 90lik 564 98 08. 230 ta, 250 ta trivesiga kelaveradi. Telefon qilib ko'ringlar, ma'qul kelsa olaverasiz. Aka sizniki nech puldan aka? Mana bilan 32 million. Ikkovini, ha? Ikkovini 32 million qilishyapti mana shu ikkovini. Ular bilan 1.15 keladi. Sizdan aka? Nech pul aka? Aka jupiga 36 qilyapti, 18. 18 milliondan 36 million savdosi bo'libdi jupiga. Ustiga ozgina qo'shilsa ketadi, ha? Sotamiz. Buni bo'ylari 1.15 keladi, kilolari 250 270 ham kelib qolishi mumkin. Aka. Qiziqqanlarga telefon raqam bering aka. 90. 308 70 million. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Aka sotilib ketib qolsa yana bo'ladimi? Telefon qilib ko'ringlarchi, ma'qul kelsa mana akamiz bilan gaplashib olishlar. Uylari 1.15 kelgan mollar. Standart ekan ko'p. Hozir egalardan hozir qanday olamiz. Assalomu alaykum. Egalardan hozir olamiz. Savdo qilishyapti. Assalomu alaykum. Aka buni savdo qilishdimi? Nechga chiqdi? 30,5 milliongacha chiqdi. 5 million 250. Uylari 10 kilogram. Mana holatlar. Qaysi kanal aka buni? Muhriddinuz. Ishlar yaxshimi aka? Buni kilolari 230 ta atrofida keladi. 120 ta, 230 ta yuk bo'laveradi. Uylari 1.10 atrofida. Aka qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylik. Telefon raqam? Sotilib ketadi. Ha. 740 85 55. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar mana. Shuncha atidan so'raganlarga mana. Dastlabkilarni qilib berasiz, chiroyli qilib, telefon qilsa. Yo'q, dastlabkasi yo'q. Dastlabkasi yo'q, ha. Yana bormi sotilib ketib qolsa? Telefon qilaverasizlar. Bu sotilib ketib qolsa yana bo'lar. Chekan. Assalomu alaykum. Ular sizdan aka. 1,5. 1,5. Kichkina ayol lekin betlari yaxshi, yengib turgan ekan. Kursamizni ko'jon deb qo'yalasiz. Yem yeb turgan ekan aka bular. Ha, jinday yeb turgan. Bular 1.15 keladi. Kilolari 270 atrofida aka. Aka, qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Telefon raqam qo'yaylikmi?
Ha, 90lik. 509 82 67 raqamlarni kelib qilaverasizlar. Jupiga. Ha. 35 deyapmiz. Bundan kelgancha mana bugun to'xtab qolardi. Chaqirgandan keyin kelgan bu. Bo'lgani uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz shetigacha ko'rib tomosha qilganlarga rahmat qilamiz. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib, layklar bosib tursalar ham bizda yangi videolar chiqib boradi. Salomat bo'ling.